Assalomu alaykum, men dietolog Sadoqat Muhammadjon va bugun sizga top 5 ta dieta usuli haqida ma'lumot beraman. Ya'ni sizni sog'lom, chiroyli va ozg'in holatda yurishingiz uchun yordam beradigan dieta usullari. O'zi bilasizmi, dunyoda 33 mingdan ortiq, hozir kerak bo'lsa 35 mingdan ortiq desam ham bo'ladi. Chunki bu informatsiyani, bu ma'lumotni o'qiganimda уже 2 yildan oshdi. 33 mingdan ortiq dieta usullari bor edi. Xo'p, endi hozir mana shuncha dieta usullaridan eng topdagi 5 ta dieta usuli haqida ma'lumot beraman. Ayniqsa 4-chi va 5-chisi juda ham sizni sog'lom holatda turishingizga yordam beradi. Videoni oxirigacha ko'ring, gaplashamiz. Birinchi top dieta turi bu o'rta yer dengiz dieta turi. Asosan 40 yoshdan oshgan insonlarga mos keladi, qandli diabeti borlarga, sahr kasali borlarga aynan. Undan tashqari insulin rezistentligi bor ayollar uchun, erkaklar uchun mos keladigan dieta turi bu o'rta yer dengiz dietasi. Nimaga? Aynan birinchi navbatda juda ham yaxshi sog'lom va o'zingizni tetik his qilishingizga yordam beradi. Ikkinchisi, yurak qon tomir tizimida ayniqsa muammosi borlarga ham zo'r yordam beradi. Ichaklarıngizni mikrobiomasini tiklab beradi va ulardan tashqari sizga energiya beradi. Insulin qarshiligi bo'lsa, insulin normaga kelishni boshlaydi. Faqatgina bitta narsani inobatga olish kerak. O'rta yer dengiz dietasi ko'pincha bu albatta mana O'zbekistonda yashagan paytimizda bizda O'zbekistonda bilasizlar dengiz yo'q. Masalan, men hozir Misrda yashayman. Meni kuzatadiganlar juda ham yaxshi bilasizlar. Misrda juda ham ko'p dengiz bor va bizda baliq, dengiz mahsulotlarini narxi aytaylik arzon ham va biz u narsani hamma joydan topa olamiz. Lekin O'zbekistonda bu ozgina muammoli vaziyat bo'lishi mumkin. O'zbekistonda yashaydiganlar uchun. Chunki o'rta yer dengiz dietasini asosiy iste'mol qilishingiz kerak bo'lgan mahsulotlari bu albatta baliqlar, dengiz mahsulotlariga asoslangan, sabzavotlarga asoslangan dieta turi hisoblanadi. Chunki u omega 3 ga boy bo'lgani uchun sizdagi o'sha vaspaleniya holatlarini, ya'ni yallig'lanishlarni yo'qotish xususiyatiga ega. Ikkinchi top dieta turi esa bu hamma bajara oladigan dieta turi low carb diet deyiladi, ya'ni kam uglevodli dieta turi. Asosan bu polikistoz sindromi qo'yilgan, tashxis qo'yilgan ayollar uchun, insulin rezistentligi, ya'ni insulin gormoni juda ham yuqori bo'lgan ayollar uchun va albatta yaxshigina tana vaznini tashlamoqchi bo'lgan, ozmoqchi bo'lgan ayollar uchun zo'r to'g'ri keladi. Demak, low carb dietda, ya'ni kam uglevodli dietada siz ma'nosidan ham o'sha bilib olishingiz mumkin, uglevodlar nisbatan cheklangan bo'ladi. Ya'ni eslatib ketaman, uglevod ikki turga bo'linadi: sodda va murakkab uglevodlar. Ya'ni aynan o'sha sodda uglevodlar bu bizani semirtiradigan uglevodlar. Nolli, shirinliklar, xamirli ovqatlar, gazli ichimliklar hammasi bizani semirtiradi. Lekin murakkab uglevodlar bizga to'qlik hissini beradi. Agar siz mana shular haqida yana to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni nima bu oqsil, nima bu foydali yog'lar, nima o'zi bu murakkab uglevodlar, qaysi mahsulotlar qaysinga kirib ketadi, bu haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga pastda silkasini qoldiraman. Telegram kanalimga kirib olib, bemalol bu ma'lumotlar bilan, foydali ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, low carb diet, ya'ni kam uglevodli dietada albatta insulin pasayadi, energiya kuchayadi, ishtaha o'z-o'zidan kamayishni boshlaydi. Bu dieta turi ham albatta stress qorin, ya'ni juda ko'pchilikda kortizoloviy живот deyiladi. Stress qorin kuchli, qorin yog'lari o'ta ko'p insonlarga, insulin rezistentligi bor insonlarga. Chunki insulin rezistentligi bor bo'lgan paytda, insulin ko'tarilib ketgan paytda ko'pincha albatta qorinda mana bunaqangi yog'lar yig'ilishi boshlaydi. Mana shunaqangi yog'larni eritmoqchi bo'lganlar uchun haqiqatda zo'r mos keladi. Uchinchi dieta usuli esa bu interval ochlik. Interval ochlikni juda ham ko'pchiliginglar bilasizlar, uni turli xillari bor va men buni interval ochlik haqida alohida bitta YouTube kanalimda video chiqarganman. Videoni silkasini pastga joylab ketaman, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Hattoki menyusini ham berib qo'yganman interval ochlik bo'yicha. Topasizlar. Eng zo'r turi bu 16 ga 8 hisoblanadi, 20 ga 4 yoki 14 ga 10. Bunaqa usullari ham bor, lekin eng yaxshisi va hamma bajara oladigani 16 ga 8. 16 soat davomida ochlik, 8 soat davomida ovqatlanish bo'ladi. Nima bo'ladi? Bunda birinchi navbatda insulin tushadi. Ya'ni insulin kamayadi, qonda shakar darajasi norma holatga keladi, ishtaha o'z-o'zidan barqaror bo'ladi. Ya'ni ishtahangiz ochilib ketayotgan bo'lsa, joyiga kelishni boshlaydi va siz tana yog'laringizni, ya'ni ortiqcha yog'laringizni eritishni boshlaysiz. Interval ochlikda kechqurun soat 7 dan keyin ovqat yeyilmaydi. 7 dan kunduzgi soat 12:00 gacha organizmda autofagiya jarayoni bo'ladi. Ya'ni organizmingiz o'z-o'zini erkin radikalidan himoyalashni boshlaydi. Organizmingizdan toksinlar ochlik paytida chiqib ketadi. Bu dieta turi, lekin mana bu insonlarga mumkin emas.
ko'rib turgan bo'lsanglar, homiladorlar, emiziklilar, gastrit muammosi borlar, yazma muammosi bor insonlarga ham, anemiya holatida, temir tanqisligida, o'tkir temir tanqisligi bor insonlarga ham bu dieta turini bajarish tavsiya qilinmaydi. 4-topdagi dieta turi esa asosan gormonal o'zgarishlar bor insonlarga juda ham mos keladi. Ayniqsa o'sha 35-40 yoshdan keyin ayollarda gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Ayrim ayollarda erta menopauza holati, hayzdan qolish holatlari boshlanadi. Ulardan tashqari ham yana stress kuchli bo'lgani hisobiga qorin mana shunaqangi holatda kattalashib ketadi mana shu insonlarga va aynan ayollarda kista, mioma, endometrioz, poliplar, o'simtalar bilan bog'liq bo'lgan hattoki fibroz kistozная mastopatiya holatlarida ham biz mana shu dieta turini tavsiya qilamiz. Bu dieta turining nomi anti-inflammatory diet deyiladi, ya'ni yallig'lanishlarga qarshi dieta usuli. Odatda mana bu yallig'lanishlarni, ayol organizmidagi yallig'lanishlarni kamaytirishga yordam beradigan eng topoviy dietalardan bittasi hisoblanadi. Ko'proq ratsioningizda qaysi mahsulotlar bo'ladi? Albatta ko'proq sabzavotlar, oqsil mahsulotlari, baliq, go'sht, tuxum, sut mahsulotlari imkon darajada, lekin sut mahsulotlari nisbatan cheklanadi, chunki ayrim paytlarda gormonlarni joyiga qo'yish uchun biz sut mahsulotlarini ratsiondan cheklashimiz kerak. Ayniqsa estrogen dominant bo'lgan paytda sut mahsulotlari ratsiondan chiqib turadi. Undan tashqari anti-inflammatory dietda, yallig'lanishlarga qarshi dietada ko'proq albatta kurkuma, zanjabil, imbir, o'sha zanjabil, imbir, koritsalarni ko'proq ratsionga qo'shamiz. Bu ham sizni ozishingizga yordam beradi, ham sizdagi o'sha jigaringiz yog' bosgan bo'lsa, jigardagi yog'larni eritadi. Yallig'lanishlarga qarshi kista miomalarni davolovchi xususiyatga ega va fitoestrogenlardan zig'ir urug'i va albatta eng super foodlardan biz chia urug'larini ham bu nimada dietada ratsionimizga qo'shib ketamiz. Va 5-chi eng topdagi hozir juda ham trendga aylangan dieta bu keto dieta. Keto dieta haqiqatda juda ham tez ozdiradi. 2-3 haftada o'sha sizda keton tanachalari paydo bo'lib, organizmingizdagi, biqinlaringizdagi, sonlaringizdagi, yuzlaringizdagi otyoqlar, yog'lar erishni boshlaydi. Lekin afsuski keto dieta bu hamma turdagi insonlarga mos emas va bu dieta turida siz uzoq muddat tura olmaysiz. Chunki bu dieta turi yaxshigina cheklov qilasiz, hattoki o'zingiz mazza qilib yeydigan mevalarni ham ratsioningizdan cheklashingizga to'g'ri keladi. Chunki asosan bu keto dietada 70-75% parhez usuli, dieta usuli foydali yog'larga asoslangan bo'ladi. Ya'ni tuxumlarni qovurgan holatda, durda bilan nonlarni yegan holatda, keto nonlar, keto kofelarni ichgan holatda asosan yog'lar ko'proq iste'mol qilinadi. Uglevodlar va oqsillarning normasi esa nisbatan kamroq bo'ladi. Lekin energiyani juda ham zo'r beradi. Ishtahangiz o'z-o'zidan yo'qoladi, energiya beradi. Qorningizdagi yog'lar xuddi shunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar dahshatli darajada tez erib ketadi. Lekin uzoq muddat bu dieta turida yuradigan insonlarda ketoz grippi bo'ladi. Xuddi shamollasangiz, gripp bo'lsangiz, qanaqa boshingiz og'rib, mazangiz qochadi. Xuddi shunaqa usullar uzoq muddat turgan insonlarda bo'ladi. O'shaning uchun ham bu dieta turini bir 2 oy, 3 oy davomida o'zingizni sinab ko'rish tavsiya qilinadi. Lekin ayrim turdagi insonlarga jigarida muammosi bor, buyragida muammosi bor, ya'ni yondosh kasalliklari bor insonlarga. Undan tashqari bu dieta usuli yana hattoki homilador va emiziklilarga ham tavsiya qilinmaydi. Bu narsani qilmaganinglar yaxshi, ayniqsa gastrit muammolari bor insonlarga ham keto dietani tavsiya qilinmaydi. Lekin keto dieta bu asosan ikkinchi toifadagi qandli diabetni tezlikda holatini yaxshilab, sizga energiya berib, sizni sog'lom va chiroyli ozishingizga yordam beradigan dieta turlaridan biri hisoblanadi. Endi siz savol berishingiz mumkin, Sadoqat. O'zi aslida qaysi dieta usuli yaxshi, qaysi dietani bajarsam bo'ladi deb. Har bitta inson individual shaxs va ozish marafonlarimda, ozish kurslarimdagi ishtirokchilar, mana hozir sizlarga natijalarni qo'yib ketaman. Bularning holatiga qarab, yoshiga qarab, gormonal o'zgarishlarga qarab, defitsitligiga qarab, masalan, men ularga menyu beraman va sizga ham shu narsani tavsiya qilgan bo'lardimki, har turdagi dietani o'zingizda sinamang, ayniqsa mono dietalarni, chunki mono dietalar bir xillikka asoslangan dieta turi bo'lgani bilan u sizni yaxshi ozdirishi mumkin, lekin yana qaytib vazn olib ketishingiz tezroq bo'ladi. O'shaning uchun o'zingizni yoshingizga, gormonlaringizga, defitsitligingizga mos keladigan holatda dieta usulini tanlaganingiz ma'qul. Xo'sh, endi sizga savol. Siz qaysi dieta turida odatda yurasiz? Kommentariyalarga yozib keting, men sizni o'qib ketaman. Qaysi dieta turidan foyda olgansiz, ya'ni siz ozgansiz? Meni yanada ko'proq kuzatish uchun albatta Telegram kanalimga ham obuna bo'lib olishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha